bilasan, men sen to'yingga borib bilasanmi, yo'qib olib, aroq ichganman ertalabgacha. Odamni ko'paytirmang ya. Voy, o bola, men senga aytganman, to'yga to'yana bilan keladigan odamlarda ayt. Shalpayib, baxtli bo'lsin, tabriklaymiz. Kerak emas. Tushundingmi? Xo'p, dada. Aytgancha. To'yni shinamgina, ixchamgina qilishimiz kerak. Ko'nglingda armon ham bo'lmasin, oshiqcha isrofgarchilik ham bo'lmasin. Tushundingmi? Dada, o'zi uylanish yaxshimi? Yaxshi. Uylanganingdan keyin ayoling muammolaringga sherik bo'ladi-ku. Menda muammolar yo'q-ku, dada. Uylansang muammolar o'zi paydo bo'la boshlaydi. Tushundingmi? Qayerlarda yuribsan? Voy. Qo'shni dugonam to'yga kelyapman. Mana unimi? Ha? Nimaga aytasan buni? Bir so'm to'yani olib chiqmaydi. Menga qarang. O'zi biz uyimizda to'y bo'lyaptimi, ha? To'y bo'layotgan uyga o'xshamaydi. Oy, aytganman. Faqat nonushtasini qilib bo'lishini hisobini olib 9 ga aytganman. Ya, biznikida xizmat qilmay turib yeb ichadimi? Nima qilasiz, ha? Menga qara bola, shalpayib o'tirma. Bugun to'ying bo'lyapti seni. Bugun seni to'ying. Seni bugun to'ying. Bilasanmi? Tushundingmi? Borib choypoz, oshpoz, yana qassob aytib o'tirmagin. Tayyor go'sht olib qo'ya qolamiz. Tushunding? Mahallani to'ylarida jonini berib xizmat qiladigan odamlarni chaqir. Men bu yerga kelib yeb-ichib, maishat qilib o'tiradigan odamlar kerak emas. Tushundingmi? Tezlash. Nima men aytishim kerak? O'zim to'yimga o'zim odam aytib yuraman, dada. Bir o'g'ilni ishi shu o'g'lim. O'zi aytadi, o'zi chopadi, o'zi yuguradi, o'zi yeladi. Hozir sen bir odam aytib chiqishga bitta odam qaytib chiqishga bitta odam, nima qilasan odamni ko'paytirib? Ixchamgina, shinamgina to'y bo'lsin deyman o'g'lim. Nima? Uf tortmagin bu dunyoning g'amidan. Uf tortsang nega chiqding onajoning qornidan? Tezlash. Odamlar tuyatish anor deydi. İçini yorsang sichqon tishidan ham mayda anor chiqadi. Nima bunaqasiz, ha? Nima bunaqasiz? Nima mana yig'layapti demaysiz? Nega shunaqasiz? Nimaga? Nimaga qiziqmaysiz? Qiziqmayman. Nega? Senga yangi telefon olib berishga menda pul yo'q. To'y xarajatini ustida turibman. O'zi to'yanaga ishonib to'y qilayotgan bo'lsak. Bo'ldi qil, shonqillama. Voy singiljon, to'ying muborak bo'lsin, to'ying muborak bo'lsin. Assalomu alaykum, keling aka. Yig'ladingmi? Voy, sevinch ko'z yoshlari. Ha, shunday bo'lsin. Keling, yaxshimisiz? Chiqing, tepaga chiqing. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sog'ligingiz yaxshimi? Yaxshi kelib qoldingizmi? Ilohim. 2 yosh qo'shilgandan qo'sha qarib baxtli bo'lsin. Kelasizlar 5 to'ylarga kelaylik. Ilohim. Allohu akbar. Kejan. Rahmat singiljon, rahmat. Qani singiljon, chiq, o'zing ham o'tir. Aka, shu to'ygacha karavat butun tursin. Kuyov bola, har bir bezak bermasda-da. To'yxonaga ham o'xshamaydi. Bu ko'zmi, po'stak teshigimi? Shar ilib qo'yibsiz-ku. Ha, endi sizga shu ham bo'laveradi. To'yda bahosini beryapti-ku aka. Doniyorjon. Assalomu alaykum. To'ylar muborak bo'lsin. Qo'shni yaxshimisiz? To'ylar muborak bo'lsin. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Alaykum. Yaxshi ishlar boshlabsiz-da. Xom taxtaga osilmang sindirash. O'tiring. Bitta boshini ikkita qiling debsiz-da. Ha, o'tiring, gapni ko'paytirmang. Amin. Ilohim.
ihtiyoji qo'shilganidan qo'sha qari baxtli bo'lsin. Shundan boshqa duoni bilmayman. Hammamizga nasib bo'lsin. Ilohi Allohu akbar. Yoshlar qo'sha qarisin. Shu choydan quysin bo'ladimi? Kam quyasiz, xo'pmi? Ya. Kam. Ham. Seni kamchiliklar yo'qmi to'yda? Voy aka, nimasini aytasiz? Voy, mana siqna kuyovingiz hamma yoqni qisqartirib tug'ilgan kunday o'tkazyapti. Aka, Endi chidaysan-da sen. Chidaysan. ha bitta o'g'lim-ku, 10 emas. Chidab yashaysan endi. Choydan oling. Choymi? Ha, choydan ich. Qayoqlarda yuribsan, ey? Assalomu alaykum. Ya, va alaykum assalom. Qo'shni yaxshimisiz? Va alaykum assalom jiyan. Ey, nima qilib yuribsan? Xayollab qayerlarda yuribsan o'zi? Siz aytgan odamlarni birma-bir aytib keldim-da, dada. Bittiktasini dalaga borib aytib keldim. Yo, meni to'yim bo'lyapti desam ishonmaydi, dada. Ishonmasa ishib ketsin. Kelgani kelsin, kelmagani kelmasin. Shart emas. Ixchamgina, shinamgina to'y bo'lsin deyman, o'g'lim. Tushundingmi? To'y biletgan odamga o'xshamaysan-a jiyan. Tuzukroq kiyinib olsang bo'lmaydimi? Nima qilay, tog'a? Yo'q-da, nima qilay? Dada, bu shimkastim olmadik-ku to'yimga. Ha, sen o'zi onangdan ham dunyoga teskari kelgansan. Kastim shim degin. Tavba qildim. Ey, kastim shimni nima qilasan? Sotib olib, bir kunlik to'yga oshiqcha xarajatma kerak bor. Mana tog'ang yaqinda o'g'lini uylantirdi. Shuni kastim shimni bir kunga kiyib tur bo'ldi. Ya, to'g'rimi? To'g'ri-ku-ya. Biz ham sotib olmagandik, prokatga olgandik, topshirib yubordik. Yaman ziqnasalarda, ey. Bir orzu havas yo'q sizlarda. Qara, markazga chiqasan, to'yga to'yanadigan firma bor. Tushundingmi? Do'kon ochib qo'yibdi. Shu yerda to'yda hamma narsasi prokatga beriladi. G'izillab borib ust-boshingni olib kel. Ko'proq kiyilganini tanlasang, arzonroq beradi. Yangisiga yopishma. Birov ustingdagi yangimi, eskimi bilmaydi. Tushundingmi? Tezlash. Hozir hamma shunday qilyapti. Hattoki men degan kuyovlar ham iPhone telefonni to'yda arendaga ko'tarib yuribdi. Tushundingmi? Ya, ish qilib bo'lajak xotinim prokat emasmi? Voy. Senga qoladigani bitta bo'lajak xotining, qolgani prokat. Tushundingmi? Vaqtni o'tkazma, tezlash. Bo'lmasam dada, men shimkastimga borib kelay. Ozgina vaqtim yo'qroq, mana bu qog'ozda do'stlarimning telefon raqamlari bor. Hammasiga telefon qilib ayting dada kelsin. Bo'ldi, o'zim telefon qilaman. Hamma do'stlaringga o'zim qo'ng'iroq qilaman, tushundingmi? Hamma do'stlaringga o'zim qo'ng'iroq qilaman. Tezlash. Bo'pti dada. Sizlar ham bir xizmat qilasizlarmi o'zi? Albatta, siz biznikida qanday xizmat qilgan bo'lsangiz, biz ham siznikida shunday xizmat qilamiz-da, to'g'rimi? To'g'ri. Ha, iplos, unda bugun ko'la bo'yiga bichib yotar ekansan-da menikida. Ey, o'tin cho'plarga qaranglar, tezlashinglar, ey. Bor joyini ko'rsat. Xo'p, Ya. yuringlar. Ya. Tavba qildim, sharni bittasi qani. Shuni ham o'g'irlab ketishdi ya. Voy. Katta pul sarflab bir manzara yasovdim, Ey, assalomu alaykum Doniyorjon. Va alaykum assalom. Salomatmisiz? Rahmat. Sog'laringiz yaxshimi? Rahmat. Tinchlikmi? Tayyorgarliklar? O'g'ilchani uylantiryapman. Ya muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Rahmat, yoshlar baxtli bo'lsin. Bu to'yda san'atkor kim? O'g'ilcha bitta hofiz aytgan. Mana men o'zim xizmat qilib beraman. Yon qo'shni, jon qo'shni. To'xtab turing. To'xtang. Sizni olib kelishga bizning pulimiz yetmaydi, to'g'risi. Pul kerak emas. Tekinga xizmat qilib beraman men. Tekinga? Albatta. To'xtab turing. Hozir bir minut. Hozir. Alo. Men qara, mana to'yda o'tkazadigan hofizga zakalat bermadingmi? Ha?
Tez atkash qil uni, bekor qil. Ha? Onam og'irlashib qoldi degan. Hey! Nimalar deyapsiz? Ya og'ir bo'lganingdan keyin og'ir deyman-da, ya. Yo yengilgina xipcha bermisan? Boring-ye. Ya. Ha, bo'ldi, shunday qil. Xo'p. Bo'lmasa men borib, kasım-shimlarimni kiyib kelay. Ha. Galstuklarni taqay. Ha. Musiqachilarimni olay. Ha. Tezlashing. Bo'ldi. Tezlash. Keling. Xo'p. Baxtiyor voy, ana shunaqa gaplar uka. Shunday aka. Ye, Baxtiyor do'stim, keldingmi? Do'stim, tabriklayman. To'yla qutlug' bo'lsin. Rahmat do'stim, rahmat. Ha, nega yolg'iz kelding? Qolgan bolalar qani? Bilmadim, men kelsam hech kim yo'q ekan. Dada, biz bir sinfda 22 ta o'g'il bola o'qiganmiz. Qolgan bolalarni aytmadingizmi? Men sen aytgandek qildim o'g'lim. Hamma o'rtoqlaringga qo'ng'iroq qildim. Hammasiga. O'rtoqlaringning boshiga musibat tushib qoldi. Tez yetib kelinglar degandim. Bitta Baxtiyor keldi. Baxtiyordan boshqa do'stlaring bizga begona. Biz ularga begona. Nima bo'ldi? Hey! Shu polni tuzatib bersangiz bo'ladi-yu. Men senga ustamidim. Boring-ye. Oyag'ing qiyshiqmisan futbolistda. Shuncha yigitni mehnatini kuydirding. Dadasi? Tandirni shuvib bersangiz bo'ladi-ku menga. Men senga suvoqchimanmi? Boring-ye. Sizga gapirdim. Bor. Dadasi, kechasi hovliga chiqsam qo'rqyapman. Ha, bu lampochkani alishtirib bering. Men senga elektrikmanmi? Voy, nima desam yo'q deysiz-ey? Ha? Qatga ketmoq shuncha shu tasha. Yo'q, charchadim. Bir dam olib kelay. Tandiram suv olgan. Bolam tuzatilgan. Xotin! Ha. Svetni kim tuzatdi? Ay, pat tuzatib ketdi. O tandirni kim suvadi? Pat tuzatdi. Polni kim qoqdi? Ay, pat tuzatdi. Nech pul berding? Pul olmadi. Ashula aytib berdingmi? Voy, men sizga ashulachimanmi? Nima?
Yangi haydovchi senmisan? Ha, menman. Ha, isming nima? Familiyam Toshmatov. Menga familiyang emas, ismingni ayt. Isming bilan chaqirish qulay menga. Familiyam bilan chaqiravering, Toshmatov. Ey, sen bir rahbarmiding, men seni familiyang bilan chaqiraman. Ismingni ayt. Dadajon. Dadajon? Familiyang nima edi? Toshmatov. Hayda Toshmatov. Qayerga? Idoraga-da. Xo'p bo'ladi. Ye Doniyorjon. Do'st. Ye, assalomu alaykum. Do'stik. Ye. Salomatmi? Sog'lig'ing yaxshimi? Rahmat, rahmat, Ey, yaxshi rahmat. ko'rganim yaxshi bo'ldi. Taksi to'xtasaman desam, ey, qarang, sani to'xtaganingni qara. Qayerga ketyapsing? O'zimiz tashlab qo'yamiz. O'zim bir aylanib, bir ko'ngil yozay deb ko'chaga chiquvdim-da. Ha. Biror joyga borayotgan bo'lsang, olib borib qo'y. Yo, zaralanmas. O'z sani ko'rganim yaxshi bo'ldi. Ha. Bir dildan maza qilib bir suhbatlashaylik. Aha. Do'stim. Men qara. Shu bir narsa so'ramoqchi bo'lib yuraman sendan anchadan beri. So'ra. Bu hali ham xotining alohida xonada, sen alohida xonada yotibsizlarmi? Ha? G'alati emasmi? Sen alohida xonada, xotining alohida xonada. Nimasi g'alati? Yaxshi yashayapmiz. Mabodo xotining Ha. seni sog'inib qolsa, Ha? nima qilasizlar? Xotin hushtak chaladi, men chiqaman. Mabodo sen xotiningni sog'inib qolsang nima qilasan? Mabodo hushtak chalmadingmi deb men chiqaman. Qayli qoldim lekin gapi. Men qara, men sendan xafaman. Nimaga? To'y qilsan gumillatib, bir og'iz aytmabsan. Qo'y. Voy, to'ydagi to'polon to'g'risi nima bo'lib qopti? Esdan chiqib qopti. Senga ataganim bor. Yur uyga, bir mehmon qilay. O'tir. O'tir. Qanday bo'lar ekan? O'tir. O'tir. Bo'pti. Borganim bo'lsin. Hadi merhamet. Yo. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Yürü kar. Gel. Xotin. Xotin. Ha? Ey, do'stim keldi. To'ydan olib qo'ygan nasibalarimizni olib chiqinglar, bir mehmon qilaylik. Qachongacha men sizlarni xizmatinglarni qilaman a? Ana, kelin oldingiz. Keliningiz qilsin. Chaqiring keliningizni. Kelin qani? Uxlayapti. Bor uyg'ot. Men uyg'otaman menda. Nimaga men uyg'otaman? Shu yerdan ham kelin deb chaqirsangiz chiqadi. Menga qara jo'rajon. Shu sen xotining bilan keliningni bir qo'lga olib, bir qattiq qo'l erkak bo'lganingda kelarman. Yo, unday qilma. Kelgin, Qo'y. Qo'y. Nimagin, Voy. Boshim og'rima. Hali ham bo'lsa qayt. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Qayerdan kelyapsiz? Qayerdan kelar deb kecha Telegramdachi bir ayol bilan gaplashgandim. O'shangidan kelyapman. Ha, yomonsiz. Qanday bo'ldi? Dard bo'ldi, balo bo'ldi, hech balo bo'lgani yo'q. Nimaga?
Rasvo bo'ldi hamma. Borgandim er kelib qoldi. Xotinim meni qo'limga dazmolni tutqizib qo'ydi. Keyin mana bu kiyimlarni dazmollaydi, ichkariga kirgizib yubordi. Siz mana shu uyga kiring, sizni dazmolchi deb aytaman dedi eriga. Keyin men butun boshli bir dunyo kiyimlarni dazmollab chiqdim. Bir 5-6 ta oq ko'ylak, 3-4 ta qora shim, qizil, sariq, ko'k futbolkalar, plastinalar. Shoshmay. Siz bularni qayerdan bilasiz? Masha aqlli ayol. Siz mana seni qayerdan taniysiz? Siz dazmollab kelayotgan kiyimlarni bir kun oldin men yuvib kelganman. Nima? Uch kundan beri ishim yurishmaydi. Masha aldadi. Zafar do'stim xafa bo'lib ketdi. Bu kelinni o'zim tarbiyalayman hozir. Ey, biraz. Uxlashingni qara. Qilgan ishing tayini yo'q. Ertalabdan abedgacha, abeddan kechgacha uxlaysan. Yotishini qaranglar buni. It bo'lmay ket. Mana. Hey, bo'lmay ket. Men shunaqa yalqov it bo'lsang, seni qayerdan olgan bo'lsam, o'sha yerga olib tashlayman. Hay kelin, nimaga eshakni uryapsiz? O'zi uxlamagani mayli, hangrab boshqalarni ham uxlatmayapti. Nima? Ay dadasi! Hey dadasi! Ay boshlandi. Nima bo'ldi? Voy baqa keling. Nima boshlandi? Voy dardim boshlandi tezlashing. Nima bo'ldi? Voy dard bo'ldi. Boshlandi. Olib ketay. Bunaqa yur. Yur, sekin yur. Sekin yur, bro. Voy, yurmasana, ey. Dinozavrga o'xshab baqirasan, ey. Qani, yur qani. Ey, tavba qildim, ey. Voy jonim ey. Dalaning ichida balo bormi senga? O'tir. O'tir sekin. Yostiq olib bering. Yostiq. Ey. Ma. Yostiq. Voy. Dalaning ichiga nimaga kirasan, men senga tushunmayman. O'zim vaziyating mana bunaqa bo'lsa. Voy, sekin baqir. Voy ey. O'chir ovozingni. 2 million yil oldin dinozavrlar senga o'xshab baqirgan. Bilasanmi? Ya. Sal sekinroqda bu bitta yarimta dalada senga o'xshagan homilador bo'lsa, bolasini nobud qilasan uni. Ey, siz 70 tezdagicha men tug'ib qo'yaman, doya olib keling. Tez yordam chaqirsamchi? Qanaqa tez yordam? Qanaqa tez yordam? Shahardan necha kilometr uzoqda bo'lsak, voy u kegacha tong o'tadi-ku. Mana dala tugashi bilan birinchi qishloq bor ekan. Shu qishloqda doya ayol bor ekan. Voy, o'sha ayol yengil tug'dirib olar ekan, shuni chaqirib keling. Men qara hozir borib kelgunimcha qorong'i tushib ketadi. Qo'rqmaysanmi qorong'ida bir o'zing? Voy, qo'rqmayman. Boring, faqat tezroq keling. Iltimos sizdan. Bo'pti. Hushyor bo'lib turgin. Voy. Xo'p. Voy jonim ey. Voy.
Imronbek, eshaking qayerda? Daryoda poylangan turibdi. Bir joyga minib borib kelsam maylimi? Hop. Hopmi? Bo'pti. Hop. İşte. Voy, aylanib keting. Chuqurroq nafas oling. Chuqurroq, qani. Qani bitta kuchanamiz. Kuchaning deganimda kuchaning, qani. Bitta yaxshilab, qani bitta. Voy, ana. Voy, assalomu o'g'il bola, polvon. Voy, yana bor ekan bolamiz. Voy, yana kuchanamiz, chuqurroq. Qani. Ana. Voy, qizaloq. Voy, o'lmasam. Yana bor o'xshaydi. Yana chuqurroq nafas olasiz. Ha, dam olib oling, dam. Endi bitta yaxshilab kuchanasiz. Yaxshilab qani. Voy, ana, voy, polvon. Yana o'g'il bola ekan. Voy, asalim mana. Keling poshsha, yana chuqurroq nafas olasiz-da. Bor kuchingiz bilan kuchanasiz. Kuchaning deyishim bilan kuchanasiz. Qani, 1, 2, nafas oling chuqurroq. Qani. Voy, nega svetni o'chirib qo'ydingiz? Chiroqni o'chirmasam, bular ham asalariga o'xshab yoriqqa chiqib kelaveradi.